Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 7-mart 2026-yil navbatdagi labo game bilan chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Laboni egalari Farg'ona viloyati Boyda tuman Yangiqo'rg'on shaharchasidan yetkazibdilar. Mana laboni ko'rishingiz mumkin. Ichiga shunaqa to'liq holatdagi rezinka tashlandi. Chiroyli holatda tushgan. Konteyner pollar qo'yildi. Shumka-pumkalari yu penaplekslargacha yaxshilab qilindi. Xudo xolasa bu joylari 1,5 sm ichkariga qaytgan holatda bo'ldi. Akkumulyator zashta qiladigan qutilar qo'yib qo'yilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Quti qo'yganda mana bunaqa lipochka qo'yib yuborilsa, u ichiga suv kirmaydi. Yaxshi holatda bo'ladi, duppilab turadi. Alohida rezinkalar обязательно sotiladi. Kimga rezinka, sondiq, duga, bagaj kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Haftani 7 kun davomida ishlaymiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Zakat topganimiz bor. Kamchilik xatolar bo'lsa yozinglar. Imkon qadar tuzatishga harakat qilamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i. Svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida o'rnatib beramiz. Kamchiliklar, xatolar bo'lsa, ana shu shogirddan ko'raverasizlar. Imkon qadar cho'tkilar beramiz. Kuzatishda davom etasizlar. Like bosasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.